shu bitta ayol so'ravergan ekanda eridan talog'imni berasan deyverar ekanda. Keyin eri senga nima yomonlik qildim, yaxshi yashayapmiz, farzandlarimiz bor, qo'y desa unamasmish. Oxiri keyin bitta xonaga olib kirib olib erini. Yo shu joydan talog'imni berasan, yo shu joydan chiqmaysan debdi-da. Oxiri keyin senga taloq kerak bo'lsa, mana senga taloq ol. Ajrashdik, mana bugundan boshlab bir-birimizga begonamiz, talog'ingni ol deb bersa, haligi ayol yig'larmish-da. Nimaga talog'imni berasan? Demak, bu voqealikni shayx shogirdlariga aytib bersa, shayx so'rarmish, nimaga endi bu ayol hozir taloq so'rab turgan ayol talog'ini olgandan keyin yig'lab qoldi, erkakmisan, nimaga talog'ini berasan debdi-da. Desang, o'rtasidan bitta o'sha talabalardan bir odam aytar ekan, shayx bilasizmi, nimaga u ayol yig'lab qoldi? Nimaga desa, taloq olguncha o'rtada shayton bor edi. Talog'ini tezlatgan hadislarda keladi-yu, payg'ambar alayhissalom aytgan edi, shayton o'zini arshini suvd ustiga tikkan, o'zini malaklarni har kuni hisob qiladi. Nima ish qilding? Biri aytadi, odam qatl qildirdim. Ha, sen shayton ishini qilmabsan. Biri unday dedi, biri bunday dedi. Oxiri bittasi aytadiki, er xotin o'rtasiga fitna solaverdim, hatto er xotiniga taloq berdi desa, mana sen shayton ishini qilibsan deb boshiga o'zini tojini kiydirib kursisiga o'tkazib qo'yadi-yu. Hadislarda keladi shu ma'noda. Demak, o'sha har bitta talog'ini so'rayotgan ayol, ajrashishlikka, ikkita oilani ajrashishlikka urinayotgan, chekkadan qarab turgan odamlar hammasi shu shaytonning malaklari. Inson sifat shayton yo shayton sifat insonlar bo'ladi-da. Keyin mana talog'ini olgandan keyin endi shayton ketdi, o'sha boshiga toj kiygani. Endi ayol o'zi qoldi. O'zi qolgandan keyin o'ziga kelib, endi nimaga endi talog'imni berasan deyapti. Ko'rdingmi? Shuning uchun kimdir tezlayotgan bo'lsa taloqqa, demak u Rahmonning ishini emas, shaytonning ishini qilayotgan bo'ladi. Rahmon oila bo'lsin, isloh bo'lsin deydi. Masalan, taloq bergandan keyin ham Taloq surasining 1-oyatida keladi. Taloq berganingdan keyin ham haydab yuborma deydi. Uyingda olib o'tir deydi. Nimaga? O'sha idda ichida ko'z-ko'zga tushsa, yana muhabbat uyg'onib, yana yashamoqchi bo'lsa, er-xotin o'rtasi, yana bir-biri bilan yashab ketsin. La tadri la'allalloha yuhdisu ba'da zalika amro deydi-da. Siz bilmaysiz Muhammad alayhissalom bu amirdan keyin orqasida nima yaxshilik borligini. Ya'ni bu amir degani shu Alloh taolo buyuradi. Er xotin ajrashdimi, ayol erdi uyda o'tirishlikka buyuradi. Idda chiqquncha. Bizda nima qiladi? Ayol aytadi, "Ha" deydi, "Yelkamni chuquri ko'rsin bu uyda" deydi. Er aytadi, "Yo'qol ko'zimga ko'rinma" deydi. Shu bilan keyin ajrim bo'lib ketadi. To'g'rimi?